أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد hurmatli savoqdoshlar, bugungi darsimiz kitobimizningki 13-darsiga keldik. Darsni boshlashdan ilgari kundagideklar biz darsning ilgirki mazmunlarini qisqacha xulosalab bugungi darsga ulashtiramiz. Biz kitobimizni bir muqaddima 3 qismga bo'lib tushuntirgan boshlagan. Muqaddimada grammatikaga munosabatlik, nahviga munosabatlik bir qism bilmisi bo'lmaydigan masalalarni o'tirib qo'ydik. Ya'ni nahvi degan nima? Nahvki temisi nima, g'araz nima degan haqida to'xtaldik. Grammatikani ta'rif qilish jarayonida biz grammatikaningki kalima va kalomga bog'lanadiganligi, shuningga munosabatlik ekanligini o'tirib chiqardik. Ya'ni butun biz so'zlamoqchi bo'lgan kitobningki asosliq temisi kalima va kalom bo'lib to'xtadi hisobda. So'ngra biz gapni kalimadan boshladik. Kalimaning yakka bir uqumga ega bir so'z ekanligini tushuntirib bo'lgandan keyin kalima shu o'zidagi yakka uqumni mustaqil ifodalay olish yoki ifodalamaslik. İfadalagan shu uqumi ma'lum bir zamonga oid bo'lish yoki oid bo'lmaslik. Shu nuqtadan kalimani 3ga bo'ldik. Ya'ni o'zi mustaqil bir uqumni ifodalayamasa, biz buni harf deb bir turga ayirdik. İfodalagan mazmuni ifodalagan mazmuni bir zamonga oid bo'lsa, buni biz fe'l deb o'tirg'a chiqardik, ayirdik bir turga. Zamonga oid bo'lmasa, ism dedik. Shuning bilan kalima, ism, fe'il, andakan nima harf deb 3ga bo'lindi. Bularning har birisining o'ziga xos alohidliklerini tilg'ab o'tdik. Masalan, ismning jumlada ham egi bo'ladish, ham xabar bo'ladish, alif lamning kirishi, ikkilik, ko'plik qilinishi, tasqir qilinishi, nido harflarining kirishi qatorliq. Shunga o'xshagan bir bilik masalalar. Fe'lning sinsi va faqatlarning kirishi, modi, mudori, amr degandek shakllarga turlanishi, muannasning sakin ta'sninki va fa'ilninki marfu ashkara damirininki kirishi qatorliq, nun ta'kidning kirishi qatorliq xususiyatlarini so'zlab o'tdik. Undan keyin biz kalomga kelib, jumlaga kelib, jumla ikkidan ortiq so'zningki ma'no ifodalaydigan shaklda birikkan holatini jumla dedik. Ya'ni bil isnod degani ma'no ifodalaydigan shaklda birikkan holatini jumla dedik. Shuning bilan kitobning asosiy mazmuniga keldik. Biz boyatni deganimizda kitobning asosiy mazmunini biz 3 qismga bo'lgandik. Ism, fe'l, harf deb. Ismni 2ga bo'ldik. Ismul mu'arab va ismul mabni deb. Ya'ni grammatikalik o'rnining o'zgarishlari ismda oshkor ifodalansa, bu xil ismni ism mu'arab dedik. Grammatikalik o'rnining o'zgarishlari omil o'zgarish orqali ismda oshkor ifodalanmaydigan bir xil holatni saqlaydigan ismlarni ism mabni dedik. Ism mu'arabning umumiy ahvolini bir muqaddima 3 asosiy maqsad bir xotimiga o'rinlashtirdik. Muqaddimada biz ism mu'arab degan nima, i'rob degan nima, i'robning o'rni nima, Andan keyin ismning i'robiningki qismlari masalan 9 turga bo'lindigandek. Andan keyin ism mu'arabningki har taraflama qo'llanmaslik nuqtasidan, ya'ni uning ismlik taraf ojizlashib, pilga o'xshab qolgan vaqtda pilning hukmini berish yoki pilning hukmini bermaslik degan nuqtalardan munsirif, g'ayri-munsirif deb 2ga bo'lgan bo'ldik. Bu ahvollar tugagandan keyin biz asosiy maqsadningki birinchisi marfuat kelgan. Marfuatni 8 turlik marfuatni so'zlab o'tdik. Ondan keyin ikkinchi maqsad, ya'ni ismul mu'arabning cho'ng asosiy turining ikkinchisi mansubatga kelgan. Mansubatni biz 12 turga bo'lib, oldingi darslarimizda maf'ul mutlaqni so'zlagan bo'ldik. Ya'ni maf'ul mutlaqni so'zlagan bo'ldik. Maf'ul mutlaqdan keyin maf'ulun bihni so'zlagan bo'ldik. Maf'ul mutlaq deganimiz bir pildan keyin kelgan masdar. Shu pil ma'nosidagi masdar, lafz boshqa bo'lsa-mu, shu masdardan kelish asosiy g'arazi shu pilning mazmunini ta'kidlash yoki pilning turini bayon qilish yuz bergan sharkatniki yoki sonini ifodalash bo'lib qolsa, buni biz maf'ul mutlaq deb o'tdik. Undan keyin maf'ulun bihni tushuntirib, maf'ul bih degan shu pilning obyekt to'ldiruvchisi, ya'ni pilning asosliq nishoni, qaratilgan nishoni maf'ul mutlaq bo'ladi, maf'ulun bih bo'ladi. Ya'ni kitobda fe'l shuning ustiga tushadigan narsaning ismi degan ekanda. Undan keyin davomli biz deb kelayotgan bir qoida bor, jumlada ma'lum bo'laklar
ma'lum dalil qarinlarga qarab bilinsa, tushundirilsa, shu bilakni tashlab etishga bo'ladi tamamen. Şunun qatorida maf'ul mutlaqning pilis tashlangan ahvollar va andiki maf'ul bihning ham pilisni tashlashga bo'ladigan. Keskin pilis tashlanadigan ikki o'rinni bayon qilib o'tdik. Pilisni tashlash keskin vojib bo'lgan o'rinni tutib, birisi samai va buning bir necha misol keltirdik. Shunga o'xshagan misollarda samai shaklda, ya'ni pilis tashlangan deb muomala qilamiz. Qolgani qiyosini qoidalashgan shakl bo'ladi. Qiyosiy shakllarda qiyosiy pilis tashlash vojib bo'lgan o'rinlarni biz nechaga to'xtatdik? 3 ga to'xtatdik. Ya'ni tahzir uslubida, ishtig'olda, munadada maf'ulun bihning pilis tashlangan deb tahzirni, ishtig'olni, ya'ni ma'uzmuna amuluhuni, andikin munada to'g'riliq ma'lumotlarni berib darsimiz oxirlashgan oldingi darsda. Endi bugun shu mansubatning oxirisi, ya'ni maf'ulatlarning oxirisini so'zlaymiz. Biz oldingi darsda ikki maf'ul so'zlagan, maf'ulun bihi bilan maf'ulun mutlaq. Endi bugun maf'ulun fihdan boshlaymiz. Men oldingi soatlik darsda sizlarga tushuntirgan al-maf'ulu bihi, al-maf'ulu fihi deganlarda allazi yuf'alu bihi, allazi yuf'alu fihi deb tafsir qilsa bo'ladi. Ya'ni hareket şunun yuz beradigan o'rin. Maf'ulun fi deganimiz taxim oddiylashtirib tushunadigan vaqtda ish harakatininki yuz bergan vaqti yoki o'rinni ifodalaydigan bilak ne jumladagi bilak ne nima maf'ulun fi deymiz. Sallaytul jumu'a fi masjidil haram. Sallaytul jumu'a fil masjidin nabawi. Qiyman jumani Mescid-i Haram'da okudum. Cuma'ni Mescid-i Nebevide okudum. Cuma okugan orun mef'ulun fihuludu. Mef'ulun fihuludu. Ana emamel ma'had. Men ma'hadning oldıda. Mesela men ma'hadning oldıda turvatman degan gapda. Muşurunda emam mef'ulun fihuludu. Şu yüz berayotgan mening turish degan ish harakatimninki mayadaliqi fe'l taqdir emas. Men uni biz oldingi soatda so'zladik. Shibi jumla jar majrurlarda, zarflarda fe'l taqdir deb. Shuning misolida yuz bergan o'rin bo'ladi. Demak, ma'lum bir ish harakat, fe'l yoki shibihi fe'llarninki yuz bergan vaqtni ifodalaydigan bilak jumladagi yoki yuz bergan o'rinni ifodalaydigan bilak maf'ulun fi bo'ladi. Mushu yerda bir narsani alohida eskartib qo'yay. Maf'ulun fi mansubatning amroq hukm. Maf'ulun fi'ning ichida nasb qilmaydigan, balki harfi jarning kelish vasfasi bilan zir o'qildiganlar bor. Zir o'qildiganlar bor. Masalan, bayat ma'g'am misolimda sallaytul jumu'a fil masjidil haram desam, fil masjidil haram desa, oldiga fa keldi, zir o'qildi, majrur bo'ldi. Ama bu alaqı mensubatning qatorga kelib qo'yishi buniki aksariyat holatlar mensubat. Lekin ma'runda majrurat oldu, jar majrur harf jarning vasfasi bilan. Ama buni yana o'quvchilarga nisbatan bir qism grammatik kitoblarning ta'biri bo'yicha harf jar kelib mahalla nasbining mahallada deb bunda qaraladi. Lekin tushunchangda shu ina qolib ketsin, maf'ulun fih degan hammasi mansubat olmaydi. Balki buning ichida harf jar oshkor kelib majrur bo'lganlari va harf jar yushun kelib mansubat bo'lganlari bor. Neyli qanday qolib ketsin, ish harakat yuz bergan o'rinni ifodalasa bir bilak jumlada yoki vaqtni ifodalasa shu bilak jumlada maf'ulun fi, ya'ni Uyg'urchada ravish deb qanaqa qilamiz, muomala qilaveramiz. Anda olsa biz qani kitobga kelaylik. Shu buni tushunsanlar bo'ladi. Maf'ulun fihi deganimiz huval ismu allazi yaqa'ul fi'lu fihi min az-zaman wal makan. Ya'ni ish harakat shuning yuz beradigan vaqt o'rinni ko'rsatadi. Shunday bir shuni ko'rsatadigan ism yoki shunday bo'lak. Buni biz zarf deb ataladi, ya'ni ravish deb ataladi. Zarfu zaman. Anda o'ganda maf'ulun fi zarf bo'lganda biz zarf deb atalg'usini ishlataylik. Zarf ikkiga bo'linadi ta'rifat bo'yicha. Zarf zaman va zarf nima makan. Ya'ni o'rin ravish yoki vaqt ravish. Shirkat yuz bergan o'rinni ifodalaydigan bilaklarni o'rin ravish deymiz. Vaqtni ifodalaydigan ravishlarni vaqt ravish deymiz. Ama bular har ikkilisi mayli zamanda bo'libdi. Amaliyotda zarfu zaman va zarfu makan ikkiga bo'linadi. Kitob qaranglar. Birinchisi mubaham. Asta qaranglar. Mahdud. Ya'ni mubaham deganimiz hukmsiz, doirasiz, cheklimisiz bir holatni ifodalasa, u mubaham bo'ladi. Masalan, hozir zamonniki misol emasmi? Abturmada o'tadi va huwa ma la yakunu lahu haddun muayyan bir hadd bo'lmagan, chegir bo'lmagan, doir bo'lmagan. Bunda hukmlarni mubaham deymiz. Masalan, dahr.
Bir zamanlarda billa o'qib ketgan tuqa, mesela bir zamanlarda uning ya soat 60 minut degandek, ya kun 24 soat degandek, yoki oy 30 kun degandek cheki olmaydi uningki. Bir zamanlar. Dahri hinga o'xshash. Mahdud, ikkinchisi mahdud. Mahdud deganimiz ma yakunu lahu hadd muayyan. Uningki muayyan bir chegirisi bor. Yani hisobli bo'ladigan, mayadan mayoqqa deb aniq ayrilgan ravishlarni mahdud deymiz. Masalan, yawm 24 soat mesela bizning o'lchimimizda soat olmagan taqdirdami shu bir kecha kunduz masalan shahr 30 kun sana 365 kun degandek bir cheki bor, uningki doirasi bor. Bizning oladigan tushunchamizdami muayyan tushuncha olamiz. Ammo bu hamda muayyan ham g'ayri muayyan bo'lgan tushuncha olamizda vaqtlar masalan degandek. Endi buni ayirishning sababi mushu zarflarning ichidagi ma'lum bir qismda. Mesela biz hazır zarf-ı zamanni mubham mahdud deb ikkiga bo'ldik. Sal turib makonni mubham mahdud deymiz. Ayirishning sababi asli ma'niga cho'ng munosabati yo'q. Ammo grammatik jihatda shu zaman makan zarflarning ichidagi mahdud yoki mubham ma'lum bir qismlarda iqrob o'xshamaydigan bir taraf bor. Men bayat dedim. Maf'ulun fihning hammasi mansubat emas. Ba'zida harfi jar oshkor kelib, zirub qiladigan ahvollar bor. Dal shuni farqlantirish uchun ayiradi. Boshqa ish yo'q. Endi zarf-ı zamanda unda o'zgarish yo'q. Zarf-ı zamanni mubham mahdud deb, sal turib zarf-ı makanni ayirish uchun bunda muqaddam shaklda ayirdik. Ammo cho'ng farq yo'q. Davotut bu yerda kulluha yuqoridagi mayli mubham qismlar olsun, mahdud qismlar olsun, hammasi mansuba ala zarfiyya. Zarfiyatlik asosan nasblik o'rinda bo'ladi. Mansuba degani nasb o'qiladi degan gap, grammatiklik o'rni nasb bo'ladi. Ve fi'ning ma'nosini o'z ichiga oladi degani buni tarjima qilgan vaqtimizda fi hukmi singdi tushunasiz. Chunki zarf emasmi? Zarfning hammasida bir narsani o'z ichiga olgan, bir narsaning o'rni olgan, bir narsaning qo'rishigan shakldagi bir hukm bor zarf deganda. Masalan, sumtu dahran, bir zamonlar ro'z tutgandim. Safartu shahran, oylab ro'z, masalan bir oy safar qildim desa, oldidagi mubhamning misoli, keyinidagi mahdudning misoli. Mayli qanday shaklda bo'lsin, har ikkilasida bir oy safar qildim desa, safar bir oy vaqtning ichida yuz berdi. Sumtu dahran desa bir mezgil. Mubham. Lekin bizga munosabatlik masala, mendagi dahran, shahran deganlar ikki so'z jumladagi maf'ulun fih bilak bo'lib nasblik o'rinda. Buning nasblikning alomati oshkor zabar bilan tashqarida ifodalanadi. Tamam, bu qiyin masala emas. Ammo zarf-ı makonga kelgan vaqtda zarf-ı makan kazalika mubham. Yuqoridagiga o'xshash mubham. Bu zarf-ı makan ham mansub degan yuqoridagiga o'xshash fi taqdir qilinadi degani ma'ni jihatda fi'ning hukmi va lekin grammatikal o'rin jihatda nasbi. Masalan, jalastu khalfaka va amamak. Zarf zamanning zarf makondagi mubham qismi. Va mahdud. Endi farq mishadi. Muayyan chekwa zarf makonning ma lahu va huwa ma la yakun mansubun fi taqdir. Fi'ni yushun keltirib mansub bo'lmaydi. Belki fi'ni oshkora tilga ilishgan. Unda olganda ma'lum mansubatning qatoridan emas. Buni ba'zilar fi mahalli nasb deb oladi, lekin oshkora harfjar o'g'anliq tufaylidan. Oshkora harfjar kelib zarqulga ismlar odatda majruratning qatoridan. Shu ma'ni majrurat mansubatning qatoridan emas. Dal mushuni ayirish uchun biz zarfni alohida to'tga bo'ldik. Zarf-ı zaman mubham, zarf-ı zaman mahdud, zarf-ı makan mubham, zarf-ı makan mahdud. Bunun en oxirgisi zarf-ı makan mahdud o'g'ini fi oshkora kelib zarflik, ravishlik ma'nosini ifodalaydi. Bu nasbiga tava emas, mansub emas bu, mansubatga tava emas. Umumiy jihatdan maf'ulun fi o'g'achqa shuni qatorida so'zlayotdik, qolgan 3chi nasb mansubatga tava grammatikalik o'rin nasb bo'ladi, ifodalayotgan uningdagi alomat shu ismdagi ahvolga qarab bo'ladi. Masalan, biz kelgan misollarning hammasidan o'zivar bo'ldi. Eng oxirgisi fi oshkor keladi. Maf'ulun fi deb ataymiz i'rob qo'ygan vaqtida yoki maf'ulun fi degimiz kamisa maf'ulun fini biz mansubatdan qatoridan degan zarf deymiz. Zarfin jar majrur degan shaklda i'rob qo'ysak bo'ladi. Masalan, jalastu fiddar, fis-suq, fil masjid degandek doirasi aniq. Fiddar degan shu o'yamda. Fis-suq degan bir doira, masjid degan bir doira. Manda qurullarda asosan fa oshkor keladi. Shuna maf'ulun fining ahvoli shu. Andan 4-qismda maf'ul la, ya'ni buni biz ayrim tahlil qilgan vaqtimizda allazi yuf'alu lahu degan gap. Ya'ni ish harakat shuning uchun qilinadigan.
Odatda ish harakat shuning uchun yuz beradigan ish yo sabab yoki illat bo'ladi. Sabab illat deb qo'yamiz, yo sabab yoki illat bo'ladi. Ya ishqa oldin ta'sir ko'rsatadigan omil bo'ldi, omil illat, omil sabab yoki ishning nishoni olgan kelgusidagi bir illa sabab bo'ladi. Qanday bo'lsa ikkilisi maf'ulun lah degan atalg'uning tahtida mansubatning bir qismiga aylanadi. Ya'ni ish harakatning yuz berishiga sabab illat olgan bilak maf'ulun lah. Ma'ni jihatdan bu ikki xil bo'ldi. Birisi illati muassira, ya'ni ish harakatning yuz berishiga sabab bo'ladigan, ish harakatni yuz bergizadigan. Ya'ni birisi ish harakatni yuz berishdan nishonlangan kelgusidagi maqsadni ifodalaydigan maf'ulun lah. Qanday bo'lsin, ikki xil ma'namda o ma'anilning masalasi, lekin grammatika jihatdan har ikkilisi maf'ulun lah. Yani maf'ul li ajlihi deb qo'ydi. Mush xil atalg'uning tahtida mansubatning bir turi bo'ladi. Endi Abdur tushuntiryapti bizga maf'ulul lah deganimiz bu bir ism bo'lib, ya'ni ism deganimiz jumladagi bir bo'lak bo'lib, shu jihatidan undan ilgari tilg'ilingan fe'l 101 deydi. Demak, ish harakatining 101shiga sabab bo'ladigan bir bo'lak jumladagi. Endi bu mansubatning qatoridan. Ammo buningda illat sabab ma'nosi o'g'achqa bu yerda lamni taqdir qilamiz deb tushuntirdi arabcha. Ya'ni yunsabu bi taqdirul lam degani grammatikalik o'rni nasbiga tava, ammo ma'ni jihatda lam bor. Bi taqdirul lam degani jumlaning uqumida, ma'nosida, ifodasida lamning uqumu bor. Masalan, darabtuhu ta'diban. Endi mushu maf'ulul li ajlihni ba'zi vaqtda zarabtuhu lit-ta'dib deb ifodalanadi. U vaqtda jar majrur deb i'rob qo'yamiz. Maf'ulul lah demaymiz. Lekin ma'ni jihatda shu ta'diban bilan lit-ta'dibning ma'nosi nima? O'xshash, tamamen o'xshash. Qa'adal mutakhazil anil harbi jubnan. Akeyniga chekingan odam jangdan qo'rqib o'tirib oldi. Ammo ikki misol keltirishda men bayatning ikki sababni deb bergan. Darabtu ta'dibanda. Ta'diban sharikatning sabab illati, lekin sharikatning nishoni o, ta'sir ko'rsatuvchi omil emas. Nishon. Ammo jubnanda avval qo'rqib bo'lgandan keyin shu qo'rqishning sababidan keyin o'tirib oladi. Ma'u muathira bo'ladi. Mush buni tushunsak bo'ladi. Buningdimi, yana qayta takrorlab qo'ysam, lam oshkor kelib qolsa maf'ulullah bo'laveradi. O'xshashli jar majrur, lekin u mansub emas vaqtida. Nasbining qatoridan bo'lmaydi, lekin ma'ni jihatda shu. Xo'sh, endi maf'ulningki 5-si, mansubatning 5-si al-maf'ul ma'a. Yani bununla ma'ah qarasaqlam, bunun qanday maf'ul ekanligini mishaldan bilib olaymiz. Ya'ni jumladagi bir bo'lak, pilg'i munosabatlik bir bo'lak. Ammo bu bo'lak allazi yuf'alu ma'ahu. Yani uning bilan qilinadigan degani yuz bergan ish harakatning ma'lum bir ma'mulotlarga shu ish harakatda o'rtaq hamroh bo'lish uchun. Mesela ji'tu ve Muhammeden dese, ben Muhammed bilen keldim dese, Muhammeden de mef'ulun ma'ah deyimiz. Yani bu bölekte Muhammed'nin rolü ne mi dese, ji'tu'daki ca'adaki kiliş degen fiilninki bir bağlantısı var. Yani tu, me'mulenin pailisi. Şu ca'a degen fiil tu'dan yüz berdi. Yani tu degen adam, men degen adam keldi. Ama Muhammed men bilen billa aşı şirkette ortak oldu. Mana bunu ifadelaydigan maf'ulun to'ldiruvchi maf'ulun ma'huludur. Abdur nima tushundigan buni desanglar, maf'ulun ma'h deganimiz ma'a ma'nosidan kelgan vowdin keyin tilg'ilinadigan, ya'ni shuning filning ma'muliga hamroh bo'lish uchun, odatda billa degan ma'ni hamroh bo'lish uchun billa degan ma'noni ifodalaydigan. Masalan, u palani davomli o'zining xohishiga mos ishlarni qiladi va yaf'alu ma yuvafiqu ve havahu deb bu bilan kelib qolsa uning xohishi bilan deganda. Hozir masalan kelgan misolda ja'al bardu vel mi'taf. So'g'oq chapan bilan palto bilan birga keldi deydi. Mediki bu ma'anisda ji'tu ana va sa'idan. Men saytlar. Xo'sh, endi misha kelgan vaqtida yani bu ma'anisda misha kelgan vaqtida bir qiz gapni deyman. Xuddi maf'ulun fi ning ichida mansubat emas bir turlar bor. Maf'ulun fi o'zi. Maf'ulul lah ning mansubat emas bir turlari bor. Masalan, li-ta'dib deb qolsa mansubat emas. Endi mushu maf'ulun ma'ah ning ma'na shu o'simi
maf'ulun yani mansubat emas bir türlü bo'ladi. Hozir wal mi'taffa deb zo'r qildi. Va sa'idan deb zo'r qildi. Nasb ya'ni mansub. Grammatiklik o'rni nasb. Bu mansubatga tava. Lekin mushu ma'noning o'zini ifodalasimi? Mushu ma'noning o'zini ifodalasimi? Maf'ulun ma bo'lmaydigan bir yer bor. Masalan, جاء البرد مع المعتفي desa vaqtda majrur bo'ladi. Ji'tu ma'a Sa'id desa majrur bo'ladi mansub emas, lekin ma'no shu. Yoki unda ifodalamasa, manda ifodalasin bo'ladi. جاء البرد والمعتف deb bunda pashulan. Ji'tu ana va Sa'idun deb bunda pashulan. Va'ni vaqtda atfning va'si bo'ladi, birlikni ifodalaydi o'xshashlar, ma'no o'xshash, lekin marfuat bo'ldi. Demak, maf'ulun ma'a deganlik bilan, mush maf'ulun ma'ninki boshqacha ta'bir berilib, i'robi boshqa usulda ahvollari bor. Lekin mush ma'noni boshqa harf bilan ma'a o'xshash harf bilan ifodalag'ildigan yerlari bor. Ammo bizga maqsadli bo'lgan tarafi mandaq kelgan holatda. Endi biz agar bir kitob yozib bir jumla qurilmoqchi bo'lsak, shu maqsadni ifodalashda aql ifodasi bo'ladi, maql ifodasi bo'ladi, qanday shakl ifodasi bo'ladi. Illaki endi grammat balog'atlik ba'zi bir hukmlar bilan ozroq farqlanadi. Masalan, shu tarkib qurilmalarining o'xshamasligi ancha-muncha, buni ma qurilmalar asosan farq yo'q degandek masalan. Shu avtor mushu ehtimollikni tövendeki abzas ifodelab, bunun g'ayri ahvollarimi bor. Masalan, fe'l labzan bo'lsa, ikkili misolda ja'a. Atf qilish durust so'zligini atfni cheklaydigan bir ma'ni bo'lmasa, ya'ni masalan ma'tufun alayhi ma'tuf ikkilisi oshkor ism masalan atf qilishni cheklaydigan omil bo'lmay qolib qolsa, buningda raf'i nasb durustligini buni maf'ulun ma' qilib, buni ma'a ma'nisi qilib nasblik holatda qilsangiz bo'ladi. Atf qilib ma'tufun alayhi qilsangiz bo'ladi. Xuddi men bayatdan ji'tu ana va sa'idan deb o'qishga bo'ladi dedim. Abdullah kelgan misolda ji'tu ana va zaydun deb menda o'qishaq bo'ladi zaydan. Ma'na o'xshash, lekin dun o'qigan vaqtimizda bu qurilmaning ismi maf'ulun ma' emas, balki ma' atfi ma'tufun alaylik birikma. Zaydan o'qigan vaqtimizda va ma'a ma'nisida zaydan maf'ulun ma'a bo'ladi. Demek xil i'robdagi bo'ldi demakchi. Kitob yozib qolsak, ashta yozsak bo'ladi, qo'shimcha tuzib qolsak. Endi agar atbiq qilish durust bo'lmagan taqdirda, ya'ni atbiq qilishdan cheklaydigan bir omil bor. Ya'ni ma'ni bor masalan, bunda o'qigan atbiq qilolmagandan keyin bunda birdan boshqa yo'l yo'q. U o'simi maf'ulun ma. Ta'ayyana nasb degani maf'ulun ma bo'lib, grammatiklik o'rni nasb bo'ladi. Masalan, ji'tu va zaydan. Zaydni tu'ga atbiq qilib bo'lmaydi, chunki tu zamir muttasil. Zayd ashkar isimni hamanda shaklda, o'tirg'i fasl tushmagan shaklda, munfasil zimir bilan ta'kidlanmagan shaklda tu'ga qilinmaydi. Ma'ni yo'qachqa amal yo'q. Uni ma'nan bir yo'l bor. Agar fe'l ma'nan bo'lib, ma'nan fe'l degan oldingi darslarda tushuntirdim, fe'lning ma'nosini ifodalaydigan ism ishorat yoki bu masalan degandek birikmalar. Atf qilish durust bo'lib qolsa, u vaqtda atf qilinadi u vaqtda. Ashkar fe'l olmoq uchun maf'ul deyish uchun uningga fe'l omil kerak. Labzan fe'l olmagandan keyin tabiiyki buning fe'llik tarafi ojizlashida maf'ullikni taqozo qilishning taqozosi, maf'ullikni taqozo qilishning talabi tuvallaydi. Shunga o'xshab atf qilish kerak. Masalan, ma li Sa'idun va Khalid ma ma'ada maza hadas degan ma'noda li Sa'idin va Khalidin desa, Khalid bilan Saidga nim bo'ldi demakchi. Yani pil aşkar pil emas, belki ma'ulan ifodalangan ma'nan pil o'qachqa. Pil olmagandan labzida pil taqozo qiladiganga maf'ul bo'lmaydi. Maf'ulun ma'ah qilmaymiz bu ma'noni ifodalashda atfla ifodalaymiz. Agar atf qilish durust bo'lsa, bayatni degandek atbini cheklaydigan bir ma'ni bo'lib qolsa, vaqtda nasb qilsak bo'ladi. Malaka va sa'idan desa, sa'idni kapqa atf qilolmaydi. Chunki bayatni degandek damir muttasil. Shunga amal yo'q. Vav ne ma'a ma'nasi uni ma'qul. Chunki nima bo'lam degan bilan labzan fil bo'lsa-mu, ma'nan filning bir ta'sir bor emasmi? Masha'nuka va amran o'xshash. Chunki meyadagi ma'na ma'tasini olgan, chunki fil bor u yerda. Labzan bo'lmagan bilan ma'nan bor. Aşağı ma'nan filning ta'siridan uni maf'ul ma'ah qilib bo'ladi. Nasb tayinlandi degan gap maf'ul ma'ah qildik degan gap. Raf'i tayinlandi degan gap atf qildik degan gap. Demak, maqrulmalar ma'na o'xshash, atf holatidami, nasb holatidami? Ya'ni atf holatidami yoki maf'ul ma'ah holatidami? Ma'na o'xshash, faqat grammatiklik qurilmalarning shakli bas. Shuning bilan bizning 13-darsimiz, ya'ni maf'ulun fi va maf'ulun la, maf'ulun ma, 3 maf'ul shundan qana qildi, oxirlashdi. Endi keldik
Mensubatninki 6-cı qismi hal. Yani kitabımızninki 14-cü dərsdə əkəb tuaptur. Biz şeydən oxuyuruz. Əmdi hal bizning Uyğur tilida holat deyiladi. Bu holat cümlede adatda bir pil buludu. Bir cümlede pil buludu. Pilning faili buludu, pilning maf'uli buludu. Pil şu faildan yuz bergan buludu. Maf'ulni obyekt qilib, maf'ulga munosabatlik bog'langan buludu. Endi holat degan nima desa, mayli pil yuz berayotgan fail masalasi olsun. Yoki pil bog'lanayotgan, obyekt qilayotgan maf'ulun bih olsun. Mushu pil faildan pil yuz berayotgan vaqtida maf'ulga pil bog'lanayotgan vaqtida yuz bergan ikkinchi bir ish harakati. Yuz bergan ikkinchi bir ish harakati. Masalan, dakhalal muallim dahikan. Muallim kulgan peti kirdi dedi. Muallim kulgan peti kirdi. Dakhalada bir pil var. Bunun failisi el muallim. Yani kirish degan ish harakat muallimni yuz berdi. Ana mushu ish harakat yuz bergan vaqtida yeni bir ish harakat yuz berayotgan bo'ladi. Demak, muallimdan ikki ish harakat yuz berdi. Bir ish harakat jumlada asosiy ish harakat bo'lib ifodalandi. Yeni bir ish harakat shu ish harakatining jarayonida yuz berayotgan holat. Mana buni holat deymiz. Zahabtu ila al-ma'had rakiban. Ben ma'hadga qatnashga chiqib bordim. Ma'hadga berish asosiy ish harakat. Mushu ish harakat yuz berish jarayonida yeni bir ish harakat yuz berdiki qatnashga chiqdi u. Yoki zahabtu ila al-ma'had mashiyan. Ma'hadga minib bordim. Demak, holat degan nima desa, mayli fa'il, mayli maf'ulun bih olsun, oldingi ish harakati bilan birga yuz bergan ikkinchi bir ish harakat. Endi buni ilmiy tushunadigan vaqtimizda fa'ilning yoki maf'ulun bihningki shu ish harakat yuz berayotgan vaqtdagi hay'at holati. Uningdan yuz berayotgan yana bir holatlarni, yana bir ish harakatni biz holat deymiz. Unda o'ganda bizning yuqoridagi ta'rifatga qaragan vaqtida holat fa'illadimi bo'ladi, maf'ulun bihladimi bo'ladi. Holat fa'ilning muholati, maf'ulun bihning muholati bo'ladi. Ammo jumla ismilarda topilmaydi. Chunki dedik-ku, bir ish harakat yuz bergan vaqtda yuz berayotgan ikkinchi bir ish harakat dedik. Jumla ismilarda zaten yuz berayotgan ish harakat bo'lmaydi. U muhim turaqlilikqa ega u. Shu yerda asosan maf'ulun bih bo'lmaydi, holat bo'lmaydi. Holat bo'lib qolgan taqdirda jumla ismida uni ta'vil qilib, jumla fe'liga ta'vil qilamiz. Xo'sh, endi tarjima jihati holatni qilgan holda, qilgan peti, lib, tip degandek gaplar. Masalan, u kulib sinfga kirdi. Kulgan holda sinfga kirdi. Kulgan peti sinfga kirdi. Dakhalal ustaz al-fasla dahikan. Dakhalal ustaz al-fasla va huwa yadhak. Dakhalal ustaz al-fasla yadhak. Yani halning har xil shakllari bo'ladi. Bugun kitobimizda, maktabimizda chiqdi, chiqmay qolsa, o cho'nroq grammatik kitob so'zning do'nanliqi yakka holati, jumla holati, jumla fi'li holati, jumla ismiy holati, fildan boshlangan, ismdan boshlangan nurg'un holatlar bo'ladi. Albatta ularningki ma'lum bir ifodalaydigan ma'nosi bo'ladi. U balog'atda hali cho'ng bir bob bo'chu. Ammo bizga bo'lgan munosabatlik o'g'ini grammatiklik o'rin jihatda holat mansubatga tava. Grammatiklik o'rin jihatda holat nimaga tava? Mansubatga tava. İ'robi oshkor belgili bo'ladigan yakka bo'lib qolsa, buning nasblikning alomatlari oshkor keladi. Agar i'rob belgili bo'lmaydigan jumla bo'lib qolsa, u vaqtda mahallan i'rob beriladi, oshkor i'rob berilmaydi. Abtur davatudu al-qismu sadis. Mansubatning 6-cı qismi holat, al-hal, ya'ni holat. Abturning ta'rifatiga qarab boqaylik. Holat degan bir so'z bo'lib, yadullu ala bayan hayatil fa'il aw al-maf'ul aw kilayhima. Ya fa'ilning hay'atini, fa'ilning hay'ati degan gap harakatni qilayotgan vaqtidagi yana bir xil holati degan gap. Yana bir xil harakatda. Yoki maf'ulun bihning hay'atini, ya'ni harakat uning ustiga tushayotgan vaqtdagi uning yana bir holati, kayfiyati, shakli shu vaqtdagi qilib yuz berayotgan yana bir holat. Yoki ikkalasining harakatni yuz bergizayotgan vaqtdagi fa'ilning yana bir harakati maf'ul. Mushularni bayon qilishni ifodalaydigan, yadullu ala bayonligini, mushularni bayon qilishni ifodalaydigan lafzi holat bo'ladi. Masalan, ja'ani Hamidun rakiban. Hamid
qatnaşlıq keldi. Yani mingen holat, uloqqa mingen holat keldi, yoki mashinliq keldi desa, kaga vaqtdagi holati qatnaşlıq. İstaqbaltu Sa'idan farisan desa, men Saidni otliq kutib oldim. Men Saidni otliq kutib oldim. Birincisida Ja'ani Hamidun rakiban Hamidning holati. Ikkinchisida farisan Saidning nimasi holati. Bu ikki misolda laqitu Hamidan rakibayn desa, men Hamidlar ikkilaylan uloqliq holatda uchrashib qoldim. Hey, Hamidlar ko'rshdimman necha kundan beri desa, men mashinada ketayotdim, u mashinada keldi, shu salomlashdik, o'tib ketdik. Ya'ni ikkilaylanning uchrashgan vaqti mashinalik holat mana shaklda. Xo'sh, gap tugadi endi. Mushu holat, mushu bayatni sizlarga tushuntirayotgan, hozir misol ko'rsatayotgan mushu holat mansubatning 6-qismi, ya'ni grammatikalik o'rni nasbi. Buning omili nima desa, tabiiyki bu holat degan fa'ilning ishini qilayotgan vaqtida yuz bergan yana bir harakat. Yoki maf'ulun bihningki harakatini qilayotgan vaqtida yuz bergan yana bir harakat o'g'achqa jumlada buning omili bo'lgan ashu pildan boshqa omil yo'q. Ya'ni oshkor kelgan halaqa pil. Shunga turda o'tadi, holdagi omil oshkor pil, ra'aytu Sa'idan rakiban yoki ma'nan pil Zaydun fi dar qoiman. Am Zaydun fi dar mubtada xabar bu yerda qoima mubtada desa, qoiman nimaning holi Zaydning holimi yo'qsa, fi darda taqdir qilingan istaqarra degan fe'lning tagidagi damir fa'il holati. Shunlashqa qoimanning omilini tigidagi istaqarra fe'ldi. Hada Zaydun qoiman desa, haza odatda unabbihu ushiruning ma'nosini ifodalaydigan so'z. Meyadagi qoimanning fa'ili kim bo'ladi desa, shu unabbihu ushiru ila zaydindagi ila zaydinda maf'ulun bi g'ayri sarih. Shuning nimasi bo'ladi? Zulhal bo'ldi. Amili ushiru degan pil bo'ldi. Shunda chunki u ma'noning ma'nosi unabbihu ushiru zaydin hala kavnihi qoiman. Ya'ni men uningga o'rib turayotgan holatdagi zayd ishorat qilyapman degan gap. Ya'ni o'rib turayotgan holatdagi zayd ishorat qilyapman. Endi ba'zida omil tashlanib, ma'lum dalil tufayli bu davomli deydigan gap. Har qanday bilak, har qanday jumladagi har qanday bir parcha bilinsa, ma'lum bir qarina dalilning vasitasidan tushunilsa, tashlansa bo'ladi. Masalan, siz safar qilgan musafirga saliman g'animan deb qo'ysangiz, ya'ni tarji'u saliman g'animan degan bo'ladi. Shunga o'xshash iboratlar intayin ko'p. Shuni tushunib olsak bo'ladi. Endi holat mangu nakir bo'ladi, zulhal mangu ma'ruf. Mishakaga vaqt bir gapni deb qo'yay. Har qanday vaqtda biz birov to'g'riliq birovga gap qilmoqchi bo'lsak, biz demoqchi bo'lgan gap asli bilinmaydigan gap bo'lish kerak. Chunki boshqalar biladigan gapni deb o'tirishning hojati yo'q. Masalan, maqashimda bir ajrim bor. Yana bir mehmon kirdi. Kirgan mehmonga ma'danni tanishtirmoqchi. Bu odamning ismining Muhammad ekanligini biladi. Bilsa bu Muhammad demasami bo'ladi. Bilmasa bu aniq artikelni ishlatib turib, hozirgi ko'z almashni Muhammad ekanligini bilsa, gapni Muhammaddan boshlayman. Chunki jumlada gap bilinadigan yerdan boshlanadi. Muhammad bo'lsa, tirishchani o'quvchi. Qarshi tarafning bilmaydigini uning tirishcha o'quvchiligi. Muhammadni biladi. Shunga Muhammad mushu mazmunning egisi bo'ladi, bog'lanadigan yer bo'ladi. Men ifodalamoqchi bo'lganim xabar bo'ladi. Ma'lum mubtada xabarning o'tirdagi masala, shu mubtada asli ma'rif bo'lish, xabarda nakir bo'lish deb o'qidik emasmi? Endi hal zulhalmi shu mubtada xabarga jihat o'xshaydi. Ammo shal bir nuqtani bilib olgan saroqdoshlar, mayli mubtada xabar bo'lsin, hal zulhal bo'lsin, sifat mavsuf bo'lsin, mohiyatda, ma'ni jihatda bu bir sifat hammasi. Qarshi tarafning harakatidan ma'lum bir ishlardan isbotlaydigan holat. Ana o'gandan sifat degan asli ma'liq, grammatikadagi sifat emas. Ish harakatini ko'rsatadigan sifatni davatini mana bir ishlar bilan sifatlanadi emas, mana harakat. Ish harakatining sohibi cho'qim ma'rif bo'lishi kerak. Chunki biz shu ma'rif bo'lgan odam to'g'riq ma'ishni bunda qildi, ma'dam degan bunda odam demakchi. Endi buning ish harakati cho'qim nakir bo'lishi kerak. Holmi o'xshash. Shu hol nekir bo'ladi mangu, zulhal ma'ruf bo'ladi, g'aliban deyotdi. Endi g'aliban deyish chunki nekir bo'lib qolsa, ba'zi vaqtda biz xabarda degandek isbotlanib qolsa yoki bo'lmasa ma'lum yo'llar bilan tahsillanib qolsa, ish qilib, ashun doirasi bizga bir uqumni ifodalaydigan yerga kelsa, mubtada qilsak bo'laveradi-ku, zulhal qilsak bo'laveradi shunday nekirlarni. Masalan, yuqoridagi misollarning hammasida bu holning nekir bo'lganligi, zulhalninki ma'ruf bo'lganligini ko'rib o'tdik. Endi bunda bir ahvol bor. Agar zulhal nekir bo'lib qolgan vaqtida, haldan zulhal oqa-oqadan keladigan bo'lg'achqa, zulhal nekir bo'lib qolsa, keyindan holat kelib qolsa, bunda ahvol yuz beradi. Masalan, ja'ani rajulun rakiban. Rajulun fa'il ise rakiban holat. Masal chiqmaydi.
Lekin shunda jumla nasblik holatga o'zgarsa, ra'aytu rajulan rakiban bo'lib qolsa, ar-rakiban rajulanning holati, lekin subtop qilish ehtimoli bor. Qanday qadam uni sifatida tushunib qilishi mumkin. Halbuki u holat Mashunun oldini olish uchun mana bir qoida tuzdikki, zul hal nakir bo'lgan vaqtida halni oldiga o'tkazamiz. Boshqa vaqtda chatoq chiqmaydi. Rafilik holat chatoq chiqmaydi. Jalik holat chatoq chiqmaydi. Illaki nasblik holat chatoq chiqadigan bo'lib qolsa, shu asosni deb turiblam halni zul halni oldiga o'tkazdim. Shunga turib deyotdi. Agar zul hal nakir bo'lib qolsa, halni shu zul halga muqaddam qilish vojib bo'ladi, ya'ni rakibani. Nima ish qilsa nasblik holatda sifatdan elishib qolmaslik. Shuni aytu rajulan rakibanda tabiiyki har qandag'imiz rakibanni rajulanning sifati deb qolamiz bu yerda. Unda boshqa hal jumla xabari ham bo'ladi. Men darsning boshida dedim, halning har xil holatlari bor. Yakka holatda biz bayatni yuqorida keltirgan misolning hammasi yakka holatdagi halning misoli. Jumla xabariya degandan keyin ham jumla ismi jumlamiz kirib ketadi. Masalan, ja'ani zaydun va g'ulamuhu rakibun, ra'aytu sa'idan yarkabu g'ula farsahu degandek keliyordu. Buning nurg'un bir taraflari bo'ladi. Munosiblik boshqa mazmunlarimi bor. Ashhadu yuzbirdigan ma'ni o'zgarishlarimi bor. Holat jumla madi bo'lib qoladi, muzari bo'lib qoladi. Madi bo'lib qolsa oldiga qat kirishni, bir muzari bo'lib qolsa oldiga vo kelish kelmaslik. Vokas qanday bo'ladi, vokamiz qanday bo'ladi degandek bir birlik tafsilotlar va inshaalloh balog'at kitoblarida yoki ma'nodan cho'nroq grammatik so'zlanadi. Hozircha biz bu yerda to'xtaymiz. Endi o'quvchilarimiz bugungi darsda maf'ulun fi, maf'ulun la, maf'ulun ma qatorliqmi 3 maf'ulni Ondan keyin mansubatninki 6-si holatni o'qib o'tdik. Shu Qur'ondan aytganda o'qiymiz, boshqa vaqtlarda o'qiymiz. Echib yoki hadislardan shu xildagi jumlaning qurilmalarini tepib, bundan mulohaza qilib olaylik. Uning zarur qilgan holati, nasblik kelgan holati, nasblikning g'ayri kelgan holatlarini ifoda etadigan ma'nosi, mush qatorliqlarga diqqat qilaylik. Masalan, do'stga berilgandek, ji'tu yawmal jumu'a masalan. Shundaki qanday maf'ul ma u? Yawmal jumu'a وقف المدرس أمام الطلاب قندق مفعول مثلا مفعول بيتسك قيس ترك تابع زمان مكان مبهم محدود دجندك يلعب الطلاب في ساحة المدرسة دجندك عندك وقف المذنب خائفا خائفا مفعول مو يك حالات مو حالات بقاسة من حالته تكلم خالد في دائرته جالسا هذا علي وعيزا جاء الأب والإب راكبين سيارة degandek iboratlarning hammasi holatlarni tepib failning holati maf'ul bihning holati yoki ikkisining holatini tepib chiqib o'zlashtirib olinglar. Tatbiqotda bak muhim savoqdoshlar. Shuning bilan bugungi darsimiz oxirlashdi va oxiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin.